Mana shu ovqatlarni yeb, bir oyda bemalol 5 kilodan 10 kilogacha oshsanglar bo'ladi. Diyeta desa, hamma faqat qaynatilgan grudka bilan grechkani tushunadi. Mana sizlarga ideal balanslangan va har qanaqa odam yesa bo'ladigan ovqatlar. Bu joyda faqat sog'lom ovqatlar tayyorlashar ekan. Menyuda har xil boullar, sho'rvalar yoki o'zimizning tilda aytganda lavashlar ham bor. Hammasini kaloriya, oqsil, uglevod va yog'lari aniq yozib qo'yilgan. Ko'rinishda arasi ishtaha ochar, mazasi juda ham ajoyib. Go'shtli yumshoq pishgan, sabzavotlar me'yorida, yutumi yengil va eng qizig'i juda ham foydali. Nima, bu yerga faqat ozmoqchi bo'lgan odamlar keladi? Yo'q, bu faqat ozotganda emas. Bu odam yeyishi mumkin. Masalan, mashinamizga yaxshi moy quyishga harakat qilamiz, to'g'rimi? O'zimizning tanamizga ham foydali sog'lom ovqatlar berganimiz ancha yaxshi. Quruq qaynatilgan yoki parda pishgan ovqatlar emas. Ham to'yimli, ham mazali, ham foydali menyu tuzilgan. Menga ayniqsa kotletli boul yoqdi. Sardorga bo'lsa mol go'shtli varianti. Har xil salatlarga ham assortiment katta. Xullas, har qanaqa did egasi o'ziga yoqqan variantini topa oladi. Kommentariyaga plyus qoldirsanglar, narxlarni ham yuboraman. O'tiradigan joylari ham chiroyli. Adres C5, Pajarkadan Minor metro tarafga yurganda o'ng qo'lda. Kaloriyali. Videoni hamma yaqinlarga ham yuborib qo'yamiz. Ularga ham foydali bo'ladi.